zamonaviy va obodonlashtirilgan mahallamizning tantanali ochilish marosimiga xush ayladik. Ko'plab mahallalarimizda qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Bunaqa bayramlarimiz kundan kunga ko'payaversin. Mingdan bir rahmat. Mustaqyurt mahallamiz obod mahalla dasturiga tushgan ekan. Prezidentimizning tashabbuslari bilan mana hozir bir qancha betda ishlar qilindi. Mana avvalgi holatidan ko'ra hozir hamma ko'rkamlashib, fuqarolarimizga qulayliklar yaratildi. Bu hammasida mana hokimimizning rahbarligida butun rahbarlarning tashabbuslari bilan, ularning sa'y harakatlari bilan mahallamiz mana hozir bir go'zal bir mahallaga aylandi. Mana hozir ularning ochilish tadbirimiz bo'lib o'tyapti. İnsanlarımızı, fuqarolarimizni hammasini kayfiyati yaxshi, juda xushchaqchaqlik bilan mana tadbirni o'tkazyapmiz. Buning uchun buni tashkilotchilariga, avvalambor mana prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ishlarga hammaligida muvaffaqiyat tilaymiz.